Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan aziz hamyurtlar, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida oila vaqti ko'rsatuvi yana jonli efirda sizning xonadoningiz mehmoni. Eslatib o'taman, bugun 21-noyabr, muborak juma. Assalomu alaykum, xayrli kun aziz vatandoshlar. Oila vaqti dasturining ashaddiy muxlislari, bugun yana oila haqida, qalb haqida, hayot haqida mehr bilan suhbatlashamiz. Bu siz kutgan oila vaqti dasturi. Albatta, har hafta sizlarga amaliy tavsiyalar, maslahatlar, qolaversa, hayotdan olingan samimiy hikoyalar va oilaviy baxt siriga qanday erishish mumkinligi haqida maslahatlarni berib boryapmiz. Qiziqarli suhbatlarni e'tiboringizga havola etib kelyapmiz. Keling Shuhrat aka, mana shu an'analarni davom ettirgan holda biz ilk mehmonlarimizni dasturimizga taklif etsak. Juda ham soz bo'lardi, Madina. Demak, ilk mehmonlarimiz san'atkorlar oilasi Olimjon Bayizov hamda Guljahon Bayizova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, marhamat. Marhamat. Assalom. Keling. Keling. Avvalambor xush ko'rdik, aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Ancha bo'ldi-ya sizlar bilan ko'rishmaganimizga, to'g'risini aytish kerak. Assalomu Mana alaykum. qarang, vaqt juda ham tez o'tyapti. Go'yoki o'sha 1 yil avval ko'rishganimiz, go'yoki 1 oy avval ko'rishgandek, lekin ko'rinish o'sha. Kayfiyatlar yaxshi. Yaxshi, a'lo darajada kayfiyatlar. Xo'sh, O'zbekiston diyoriga xush kelibsizlar avvalambor. Rahmat. Sizlarni ancha kutgan edik, to'g'risini aytsak. Qancha bo'ldi kelganligiga? 2 hafta bo'ldi kelganimizga. Bugun sizlar bilan nafaqat ijod, balki oila baxti, oila siri, qolaversa farzand tarbiyasi, oila qadriyatlari haqida suhbatlashmoqchimiz. Guljohon opa, Olimjon aka, avvalambor xush kelibsiz dasturimizga. Sizlarni ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Hozirgi kunda Shvetsiyada yashayapsizlar va u yerda ham ijodingizni davom ettirdingiz. Tajribalar qanday? Tajribalar yaxshi. Shu O'zbekistonga kelib shu haligi O'zbekiston havosini olib boramiz, o'sha tajribaga yordamlashadi. O'zbekistonga kelish bu sizga motivatsiya bo'lar ekanda, to'g'rimi? Motivatsiya. Yangi narsalarni o'rganib, bu yerda yangi Albatta. ma'lumotlarni olib kelib, bu yerda kasbdoshlar bilan Bu yerda Fikr almashib. ustozlar bilan uchrashamiz. tushunarli. Guljon opa, sizga birinchi savol berishdan avval sizni tabriklayman. Siz yaqindagina bo'lib o'tgan Zo'r TV telekanali orqali ovoz loyihasida 50+ da ishtirok etdingiz, to'g'rimi? Va faxrli 2-o'rinni egalladingiz. Rahmat. Qoyil. Rahmat. Avvalambor mana shu haqda o'zingizdan eshitaylik. Endi Tanlov qanaqa bo'ldi? tanlov 3 oy davom etdi. 3 oy bu yerda bo'ldim. Xo'jayinim, farzandlarim Stokgolmda. Nima deydi, juda qiyin kechdi, chunki 16 yil men san'atdan chetda edim. Hech qachon, ya'ni O'zbekiston sahnalariga chiqmagandim. O'sha Ovoz Plusni bir kuni uyda ko'rib, televizorda, uyda, Yevropada. Shunaqa bizga payti unaqa proyektlar bo'lmagan. Juda yurakdan, nima deydi, niyat qildim. Xohlagansiz. Yurakdan xohlasangiz, niyat qilsangiz Alloh beradi ekan. Va atayin o'sha loyiha uchun uchib keldingiz. O'sha aprel oyida boshlandi, iyun oyining oxirida tugadi. Qarang, Guljahon opa o'zi san'atdan anchagina uzoqlashib qolgan edingiz. Yana san'atga qaytib, yana ijod qilib, tinmaslikka nima turtki bo'lyapti? Endi birinchi turtki o'sha ovoz loyihasi bo'ldi. Chunki 16 yil baribir 2 farzandimiz bor. Farzandlar nima deydi, tarbiyasi bilan shug'ullandik. Ular san'atdan mutlaq begona insonlar. Ularni Oilani tanlaganda oldin avval farzandlarning tarbiyasi, ularni oyoqqa qo'yib, o'qishga kirgizib, keyin yana sekin astalik bilan o'sha san'atni tanlab qaytdingiz. Birinchi oila mustahkam bo'lsa, hamma narsa nima deydi, o'z harakatingizga bog'liq. Oilani mustahkamlab, bolalarni tarbiyasi hammasi yo'lda bo'lsa, ijodga nima deydi, bemalol ijod qila olasiz. Bu borada Olimjon aka sizga ko'p yordam berganmi selektorga? Juda ham katta yordamlar. Bular nima deydi, ovoz loyihasiga ham bular ruxsat berdilar. O'zingiz Juda minnatdorman. O'rtog'im o'sha institutda birga o'qigan Sherbek degan o'rtog'im o'sha menga informatsiya berib, haligi ma'lumotlarni ma'lumot berib, Olmaga kelmaysizlarmi deganiga biz keldik keyin. Qoyil. Guljohon opa, endi keling an'analar haqida gaplashsak. Yevropa va Sharqda yashab ijod etish o'z yo'liga, ammo qadriyat, urf-odatlarni ushlab qolishchi.
unutib yubormaganmisizlar hozirgi kunda? yo'q, bu biz nima deydi, juda ham o'zbeklar ko'p Yevropada. Bolalarni tarbiyasiga juda ham nima deydi, qadriyatlarni har doim uyda ham misol uchun oddiy o'zbek oshlarni qilamiz. Keyin Navro'z bayramlar u yoqda madaniyat markazi ochilgan, mustaqillik bayramini o'tkazdik yaqinda 34 yilligini. O'shanaqa nima deydi, bayramlar ham baribir ta'sir qiladi o'zbek tilini, ona tilini, o'sha an'ana nima deydi, qadriyatlarimizni yo'qotmaslik uchun. Birinchi oiladan boshlanadi, uydan. Ular o'zbek tilida nima deydi, kichkinaligidan o'zbek tiliga berganmiz ularni. U yoqda o'zbekka bemalol o'zbekcha gaplashishadi. O'zbek tili ustozlari bor. Oilada ham o'zbek tili. O'zbek tili oilada. Olimjon aka, nimadir qo'shimcha qilmoqchimidingiz? Yo'q, aytmoqchi edimki, o'zbek milliy madaniy markazi ochilganda hozir o'sha bizani Shvetsiyadagi O'zbekiston elchixonasi juda katta yordam beryapti. O'sha o'zbeklarni hammasini yig'ib bitta joyga. U yerda o'zbek vatandoshlarimiz ko'pmi? Siz istiqomat qilayotgan joyda. Juda ko'p. Har bayramlarda, har yaxshi kunlarda birga o'sha yerda oshlar qiladi. Elchixona yaqinda mustaqillikka bayram qildi, hammani chaqirib. Xo'p, qarang, siz kabi u yerda oilalar, vatandoshlarimiz ko'p, ularning ham farzandlari bo'lishi tabiiy. Lekin u yerdagi tarbiya va O'zbekistondagi tarbiya unchalik bir-biriga yaqin kelmasligi ham mumkin-da. Bu borada bolalar mana shu tarbiya farqlariga kollaboratsiya deydi. O'sha u yerdagi va qolaversa O'zbekistondagi. Bunga qanday o'zlarining qarashlari? Bu kollaboratsiyaga borki, ota-ona uyda o'zbekcha tarbiyalaydi. Yaxshi. Keyin bir haftada bir marta yoki oyiga bir 2 marta o'zbeklar o'sha yig'ilib turadi o'zlari. Hali milliy ovqatlar qilib, o'shani o'rgatib turadi. Juda ko'p anaqa bo'ladi, tadbirlar. Keyin qo'shimcha qilmoqchiman, yana o'zbeklar bir oila bo'lish uchun Yevropada dekabr oyida ayollar nima deydi, jamoasi ochilyapti. Biza ayollar, o'zbek ayollari misol uchun 2 oydami, 3 oydami yig'ilamiz. O'shanda misol uchun mana o'g'limiz bor, biza kelin qidiryapmiz. Shu nima deydi, o'zimizni o'zbekchiligimizni yo'qotmaslik uchun juda ham yaxshi nima. Buni elchi tomonidan elchi juda ham oddiy, biz bilan mana dasturxonda o'tiramiz, mehmon chaqirib. Shunaqa bizni chaqirib, o'zbek oilalarini chaqirib har doim bizga bayramlar qilib beradi, suhbat qiladi. Nima xohlaysiz? Misol uchun Yevropada qiyinda, o'sha qadriyatlarni yo'lga qo'ymasak, o'zbekchilik yo'qolib ketadi. O'sha birinchi oiladan boshlanadi. U yerda mana bir-biridan kelin olish yoki kuyov qilish iloji boricha vatandoshlarimiz bir-biriga qiz beradi, bir-biridan. Albatta, o'g'ilni albatta. O'sha lekin menimcha nima deydi, yana ham o'zbek oilasi jipslashiga juda katta yordam beradi. Biz rosa ham xursand bo'ldik. Farzandlar hozir necha yosh bo'lishdi? Qizimiz 20 yosh, o'g'limiz 22 yosh. Ular san'atdan tashqari. San'atkor emas, lekin gitara chalib ashulalar aytadi. Qizimiz qondan o'tgan demak. Yurist, Stokgolm universitetida o'qiydi. O'g'limiz Ispaniyada biznes menejment. Ikkalasi ham hozir 2-kurs. Qaranglar, qanaqa baxtli. Bujoxon opa, farzand tarbiyasida sizga qaysi usul ko'proq yaqin? Qat'iyatmi yoki mehr bilan yondashasizmi ularni tarbiya qilayotganingizda? Men uchun ikkalasi ham juda ham nima deydi, yaqin. Ko'proq mehr, mehr ko'rgan bola. Chiroyli tushuntirib o'sha tarbiya. Mana chet el xorijiy filmlarni ko'rganimizda bolasiga qarab, bolam, men seni yaxshi ko'raman. Demak, sizlarda ham bu qadriyat bor-a? Bor. O'zbeklar sal uyaladimi, tortinadimi bilmadim. Bolasiga o'sha yaxshi ko'rishini ayta olmaydi yoki farzandi ota-onasiga ayta olmaydi-da. Hattoki o'sha filmlarda ko'ramiz, uyqudan ketishdan oldin, uyquga ketishdan oldin kelib sizni yaxshi ko'raman deb peshonasidan olib qo'yadi, yuzidan olib qo'yib, keyin asta-sekinlik bilan uyquga ketishadi. Bu an'analar sizlarda ham bor-a? Bor. Bor. Sal yumshoqroqman, mana eritish, nima deydi, osonroq bolalarimga. Qizim kelib, "Ada" desam, "Xo'p" deyman. Bu qo'ymaydi, bu juda anaqa qattiq qo'l, ham mehr beradi. Endi ozgina qattiq qo'l bo'lmasangiz ham bo'lmaydi. Kerak. Joyida-da, endi har doim emas. Chet elga ketishdan avval ketayotgan paytingizda farzandinglar necha yosh edi? Qizimiz 5 yosh, o'g'limiz 7 yosh edi. U yerda ular
shved tilini ham o'rganishdi. Ular Qolaversa hozirgi ikki- paytda o'zbek tilini ham bemalol gapira bemalol. oladi. Ikki oyda o'rganishdi shved tilini. Maktab bog'chaga chiqishdi. Biz 2 yil deganda o'rgandik shved tilini. Qizim 8 ta til bolaga biladi. o'rganish 8 ta osonroq til. bo'ladi. Qizimiz 8 ta til. Yaponiyada o'qib keldi 3 hafta yapon tilida. Qarang, ham oila ishi, farzand tarbiyasi, yana Hammasini o'zingizlarning birgalikda ishinglar, olib mana ketish. yig'ilishlar bo'lyapti. Qanaqa vaqt ajratasizlar? Endi u Yoki nima deydi? Shvetsiyada nima kun uzoqroq davom etadi? Yo'q, uzoq emas. Men o'ylayman, oilada bizda oilamizda sevgi bor. Sevgi bo'lsa, Bir-biriga tushunasizlar. bir-birimizga ishonch bo'lsa, Xudoyimning o'zi kuch berar ekan. Lekin oson emas. Bu savolni juda ko'plar bergan. Sabr Qanaqa? kerak. Chunki boshqa ish ham qilamiz. U yoqda bizni go'zallik salonimiz bor. Men u yoqda Shvetsiyada o'qidim. O'sha shvedlar bilan sartaroshlikka ham erkak ham ayol sochlar olaman. O'zimizni go'zallik salonimiz bor. Salonga borib ishlaymiz. Bu Yana saloningizga mana ijod qilamiz. Ko'proq o'zingizlarning vatandoshlar kelishsa kerak, maza qilib Kelishadi. dildan Kelishadi. suhbatlashib. Ko'proq shvedlar ham bor. Vatandoshlarimiz ham. Olimjon aka, Guljoxon opa, sizlar uchun oila vaqti o'zi nima? Men uchun lekin dam olish. Men siz qilib dam olaman. Qanday dam olasiz? Endi meni ovqatlarimni yaxshi ko'rishadi bular. Qizim ham aytadi, "Ada, siz o'zingiz qilib bering." Demak, ovqat qilib, maza Osh qilib. qilamiz, shu manti, lag'mon, Sariq sabzini qayerdan olasiz Shvetsiyada? bor edi. Bormi? Bor. Qovunlarimiz bor yaqinda. O'zbekiston deb yozib Ben qo'ydi. bitta narsani aytay. Hozir O'zbekistonda Uzbekska anaqa nima deb yozib qo'ygan bor. Qarasam, o'sha o'zimizning Mirzacho'lda qovunlar sotiladi Shvetsiyada. Yo'q, qoyil. Mazasi ham mazali bo'lsa Yo'q, kerak. xuddi shu qovun. Sotiladi. Judayam mazali. Hozir biza xursand bo'ldik o'shanga. Hozir hamma elchixona ochildi. Bu kakali elchixonaga borganimizda o'sha borganimizda vatanni nimasi keladi. Ko'chada ketayotganda ham bayrog'imiz katta anaqa qilib turib faxrlanasiz. Boshqacha nima bo'ladi-da, bayroqni ko'rsangiz qanaqadir. Endi bu vatan borada sog'inchi. o'zimizning fermerlarga ham alohida rahmat deyishimiz kerak. Hozir ular jahon bozorini ham egallashyapti. U yerlarga eksport qilishyapti o'zlarini mahsulotlarini. Endi bir nima so'ramoqchi edim. Sahnada doim kulib turadigan, tabassum qiladigan Guljoxon Bayizova. Hayotda ham shundaymilar? Yig'lab turasizmi? Endi yig'laydigan vaqtlar bo'ladi, ayniqsa vatanni sog'inganda yig'laysiz. O'tirib, anaqa bolalik, nima deydi? Qishloqda katta bo'lganman-ku endi 18 yoshgacha. O'sha ota-ona bolaligimni sog'inganda boshqacha sog'inch bilan o'tirib yig'lamaydi, birovga ko'rsatmas bo'ladi-yu hammada. Bekitib o'tirganingizda, yolg'iz qolganingizda qanaqadir ichingizdan keladi-yu yig'i. Olimjon aka, sizchi, siz o'sha O'zbekistondagi choyxonalarni, ulfatchiliklarni sog'indingizmi? Sog'inib turaman, ko'proq o'sha haligi men yoshligimda shu mol qo'y bilan ovora edim. O'sha chog'larni sog'inib, hozir ham o'sha bo'lib qolganda deb yurardim. Xo'p, mana shunday sog'inch paydo bo'lganda nima qilasizlar Shvetsiyada? Menimcha, milliy qo'shiqlarni kuylab, xirgoya qilib, Xirgoya qilamiz. Muhabbatni bir-biringizga izhor etib, farzandlarga Osh pishiramiz keyin uyda. Shunday kerak, agar yo'lmasangiz bitta chiroyli milliy tarona qo'shiqdan sizdan eshitsak-a. Iloji bor? Marhamat, mikrofonni olishingiz mumkin. Dengiz bo'yida o'tirib, yig'lagan paytingizda ona diyorni, ona vatanni sog'inganda xirgoya qiladigan qo'shig'ingizdan. Ajab bir nazanin qaddi rasaniyay müptelasiman çekip canu cahan din iki aleme masvasiman Uşal aram can kuysa kadem Kül bam sari bir yol Uşal aram can kuysa kadem Kül bam sari bir yol Çekip can Nu cahan din iki aleme
mosvosiman chekib jonu jahon din ikki olama mosvosiman. Qoya. Hozir men sizdan jonli ijroda qo'shiq so'raganda o'sha ana yo'l bo'lsin ey o'shani kutgan edim. Iloji bormi? Yo'l bo'lsin ham ozgina aytib bering. Ozgina aytib bering. Yo'l bo'lsinda boshqacha nima deydi? Vatanimni juda sog'inganda yig'lab o'rmonda ichiga qarab, yo'lga o'rmon qarab, ichiga borib aytaman. O'zbekiston tomonga bundoq qarab turib, ha? Qani? Olmaning nozikligidan ko'rinar durdonasi barigiga shabnam tushibdi ey voy man uning divonasi voy man uning divonasi yoray. Qo'ya. Mazza qildik. Agar sizlarga ijodiy juftliklar uchun maxsus sahna berilsa, birgalikda qanday kompozitsiya yoki sahna ko'rsatgan bo'lardinglar? Er-xotin. Biz hozir O'zbekistonga keldik-ku. Farruh aka Badalbayev degan bir kompozitor, prodyuser bilan ishlayapmiz. Hozir bizga u odam ko'pgina qo'shiqlar yozib berdi. Ichida bir duet ham yozib berdi. Men aytdim, men aytdim, men aytolmayman bu qo'shiqni desam, meni yo'q, Olimjon siz ayta olasiz deb ayttirdi. Men o'zim hayron qoldim. O'sha duetda aytgan bo'lardik. Endi hali tayyor emas, xudo xolasa. Sevgi haqida. Sevgi haqida. Yosh o'tsa ham sevgi tark etmas ekan, ha? Haqiqiy sevgi nima deydi? Zanglamaydi deydi-ku. To'g'ri, o'zi yosh o'tgan sari sevgi kuchaysa kuchayar ekan, lekin shvedlarda ham bor ekan shunaqa. Guljoxon opa, Olimjon aka, bir-biringizni bir so'z bilan ta'riflab bering. Men bunga ishonaman. Ishonaman, keyin bu menga yaxshi qaraydi. Mehr deydimi? Mehrli. Mehrli menga yaxshi qaraydi. Sizchi? Menda sevgi. Sevgini ichida hamma narsa bor. Mehr, muhabbat, ishonch. Bularga men yaxshi ko'raman. Olimjon aka, oxirgi marta Guljoxon opaga qachon sevaman seni degansiz? Men to'g'risini aytaman, men aytmaganman haligacha. Ayting, jonli efirdamiz. Men seni sevaman. Xotinjon. Rahmat. Rahmat kelganingiz uchun. Xursand bo'lib ketdim. O'zbekiston diyorida sizlarni yana bir bor xush ko'zimdan ko'rdik. biladi-da, har kim shu gapni gapirish. Lekin haqiqatda ham Shuhrat aka, ko'zlarda sevgi, mehr, muhabbat borligi ko'rinib turibdi. Bir-biringizni qo'llab-quvvatlagayotganingiz uchun ham mana shunday chiroyli kunlarga birgalikda aslida yetib ham keldingiz. Rahmat kelganingiz uchun. Vatanimizda xush ko'rdik. Endi tez-tez kelib turinglar. Rahmat katta, sizlarga ham shunaqa taklif qilganinglar uchun. Qachon ketasizlar? Hurmat qilib, ertalab samolyot. Yaxshi yetib olinglar. Yana kelamiz Navro'zlarga, xudo xohlasa. Kelganingizda albatta chaqiramiz, Xudo xohlasa. Rahmat. Endi suhbatimiz so'ngida Guljoxon opa sizdan bitta chiroyli qo'shiq tinglaymiz. Ha? Marhamat, sahnaga chiqasiz, mikrofonni oling. Marhamat. Qara ko'zli sevar yavring
Yashang, yashang. rahmat. Rahmat. Oyijon aka rahmat. Oyijon aka rahmat. Yaxshi yetib olinglar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Albatta, yana sizlarni studiyamizda kutamiz. Diyorimizda kutamiz. O'zbekiston telekanalida oila baxti ko'rsatuvi davom etadi va biz endi suhbatimizni oshxonada davom ettiramiz. Bugun oshxonamizning egasi, mezboni, mehmoni, tashabbusni o'z qo'liga olgan yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p ishni oshxonada a'lo darajada bajara oladigan Robiya Karimovaga ular allaqachon ishlarni boshlab yuborganlar. Robiyaxon, Xushko'rlik, Robiya. hormang. Rahmat. Xush kelibsiz. Bugun oshxonamizda qanday taomlar tayyorladingiz va yurtdoshlarimizga qanday taomlarni tavsiya qilasiz? Bugun oshxonamizda ajoyib shirinlik, mazasi ham, ko'rinishi ham Barchaga sevimli bo'lgan. Barchaga sevimli bo'lgan, ayniqsa yoshlarga sevimli bo'lgan ajoyib shirinligimiz bengalskiy vafli deb nomlanadi. Bu shirinligimiz albatta muzqaymoq bilan va ustida shokolad, mevalar bilan taqdim etiladi. Qizlar o'zi qizlar bilan jang chiqishadi. Men yoningizda turaman. Bemalol gaplashing. Robiyaxon, bu vaflini tayyorlashda siri qanday? Misol uchun qaysi mahsulot qancha qo'shilsa qanday bo'ladi? Siri birinchi o'rinda mehrda. Hamma taomda menimcha mehrda bo'lsa kerak. Hamma narsada o'zi. Oilada ham, munosabatlarda ham, taomlarda ham mehrda, hamma narsa mehrda. Va ikkinchi o'rinda ustidagi bezatiladigan shirinliklarda, ustiga to'g'ri tanlangan mevalarda, muzqaymoqda va shu mahsulotlarni to'g'ri taqsimlashda va eng asosiysi shu xamirimizni qiynab qo'ymaslikda. Juda ham yaxshi ko'raman bu mahsulotni, Shuhrat aka. Ayniqsa shu shokoladli vafliligini borib Giottoga alohida choy bilan maza qilib tanovul qilamiz oilaviy. Hozirgi kunlarda uyda bemalol. O'zi Robiyaxon erta tongdan dasturxonda mana shunday kabi shirinliklar bo'lishi o'zi qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Bizning oilada bu muhim. Chunki bizning oilada hamma shirinlik sevuvchilar va men har doim, har kuni shu nonushtaga shirinlik qo'yaman. Shirinlik odamga kayfiyat beradi, yaxshi kayfiyat beradi. Demak, siz turishingiz bilan kayfiyatni 100% a'lo darajaga ko'tarar ekansiz. Ulashmoqchi bo'laman. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, Robiyaxon o'zlari mana oshxonani haqiqiy egasi bo'lishlaridan qat'iy nazar o'zi buxgalteriya sohasida o'qiydi. Va ularning ota-onalari ham o'z vaqtida mohir oshpazlar, ya'ni bosh oshpaz bo'lib ishlashgan, to'g'rimi? 4 ta farzandsizlar, 4 ta qiz farzand. Ota-onangiz haqida ozgina ma'lumot bering endi. Beraman. O'zi mana adajonimlar bosh oshpaz bo'lib ishlaganlar. Onangizlarmi? Ha, onajonimlar ham. Onajonimlar ham o'zi uyda juda ham qiziqardilar ovqatlar tayyorlashga. O'ylaymanki, ulardan o'tgan menga bu qiziqish. O'zi hamma opalarimga ham, opa-singillarga hammamizga o'tgan. 4 nafar qiz farzand ekansizlar. 4 nafar qiz farzand va hammamizda bu qiziqish pishiriqlarga bor. Tushunarli. Xo'p, qayerda ishlashgan ota-onangiz bosh oshpaz bo'lib? Adajonim yoshliklaridan shu o'zlarini kafelari bo'lgan va Xalqlar do'stligi san'at saroyida 10 yildan oshiq bufetini bosh oshpazi bo'lib ishlaganlar va onam ham o'sha yerda bosh oshpaz bo'lib ishlaganlar. O'zligini shaxsiy biznesi, Biz ham borib turardik o'tga qarashga. Mana hamma qizlar ham oshpazlikni eplay oladi. Ha. Eng zo'ri kim sizlarda? Eng zo'ri yo'q, katta opam deb o'ylayman. Katta opam deb o'ylayman, chunki katta opam xamir ovqatlarga ham juda ustalar, xamir ovqatlarni juda ham. Siz bilmaysizmi xamir ovqat? Yo'q, bilaman xamir ovqatni, lekin ulashali emas. Hozir o'zingiz ham bir nafar farzandingiz bor. O'zim ham bir nafar farzandim bor, 1,5 yosh. 1,5 yosh. Va bolachalarga ham retseptlarni joylab turasiz. Bolajonlarga men o'zi farzandimiz tug'ilganidan beri internetga faqat shu bolajonim uchun kiraman, bolajonim uchun izlanaman. Har xil retseptlar. Hozirgi kunda necha yoshlar? Hozirgi kunda 1,5 yosh va 6 oylikdan boshlab o'zim shu qozon ovqat berishni boshlaganimda shu internetdan ko'rib, kitoblar sotib olib, u yerdan o'qib, nima foydali, nima mumkin, nima mumkin emas. Oson bo'ladimi? Bo'ladi, albatta.
sizlar gaplashaveringlar. Hammasini Meni ham qizim hozirgi kunda 1,5 yosh. Robiyaxon, men ham sizni kuzatib boraman. Shu bolajonlarga ham retseptlarni joylab borasiz, kerakli bo'lgan maslahatlarni berib borasiz. Hozirgi kunda 1,5 yoshli farzandlarga qanday maslahat berasiz? Nimalarni ko'proq tanovul qilishligi kerak ular? hozirgi kunda Qanday vaqt o'tkazishi kerak? maslahat bermoqchimanki, ko'pchilik ko'chadan tayyor mahsulotlar, shu bolajonlarga tayyor mahsulotlarni sotib olishadi. Tushunaman, ko'pchilik ishlaydi, vaqt yo'q, hozir vaqt tez o'tadi, lekin iloji boricha uyda tayyorlab berishlarini maslahat beraman. Uyda Suyuq ovqatlar. Suyuq ovqatlar, suyuq ovqatlar vitaminlarga boy, masalan, sholg'om, qovoq, qovoq. Asosiysi uyda mehr bor. Mehr qo'shib tayyorlangan ovqatga baribir hech narsa yetmaydi. Bu endi ichimlik oddiy choymi, nima bu? Oddiy damlama Yo'q, nima deydi? bu mevali choyimiz. Ichida malina bor, miyata bor, yalpiz va limon bor. Bu nafaqat mazali, balki shifobaxsh choy. Limon, Foydali, vitamin hozir ayniqsa C'lari bor. shamollash Albatta mavsumi. vitamin C'lari bor va shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, miyatali choyni, yalpizli choyni har kuni kechqurun ichilsa, ovqatdan so'ng, kechki ovqatdan so'ng ovqat hazmini yaxshilaydi va asablarni tinchlantirib, uyquni ham yaxshilaydi. Yaxshilab beradi. O'shaning uchun maslahat beraman har kuni yalpizli choy ichish. Siz hozir qaynona qaynotangiz bilan turasizmi? Ha, albatta. Aha. O'zi mana yoshlar ko'pincha xohlamaydi-yu qaynona qaynotasi bilan turishni. Yo'q, nimaga? Men xohlayman. Siz Men xohlaysiz, oldindan o'zi yoshlikdan xohlardim. Yo'q, xohlaganmisiz? hozir ham. Hozir ham mana bemalol farzandingizni ishonib, Albatta, Topshirib, albatta topshiraman. Ular ham menga juda ham ko'p narsa o'rgatishgan. Nimalarni Shu o'rgatishadi? paytgacha ham o'rgatib kelishadi. endi oiladagi tarbiya boshqa. Kelin bo'lib tushgandan keyin Ha, u ularni- uyni qonun qoidasi baribir boshqa bo'ladi, lekin ko'nikib ketganman. Masalan, ovqatlarni ham men turmushga chiqayotganimda 100% hammasini bilmasdim. Buni oyijonimlar ham bilganlar, qaynona oyijonimlar, ular ham aytganlar, "Yo'q, xavotir olmayman, o'zim o'rgataman" deganlar. Va shu kungacha bilmagan narsalarim hammasini so'rab hozir keldim. ko'ryaptilarmi? Ko'ryaptilar. Salom ayting ularga. Assalomu alaykum oyijon. Rahmatingizni aytib qo'ying. Rahmat, kattakon. Mana to'g'ri Ko'p deydi, narsa uchinchi o'rgat- kameraga qarang. Ko'p narsa o'rgatdinglar menga. Rahmat kattakon. Oyijonim, adajonimga, qaynona oyijonim, qaynota adajonimlarga, hammaligiga, opajonimlarga, hammasiga rahmat aytib o'taman. Men to'g'risini aytsam-chi, hurmat qilaman mana shunday kelinlarni, Albatta. qizlarni. Qaynona qaynotasini sevadigan, hurmat qiladigan. Mehr beradigan. Mehr beradigan. Mana siz hozir aytyapsiz, ko'zingiz chaqnayapti. Qaynona qaynotangizni aytishim bilan ko'zingiz olov bo'lib yonib ketdi-da. Albatta, biz ularga Darrov narsa qo'lingizni qilyapmiz. ko'ksingizga qo'yib, Berishadi. rahmatlarini aytyapsiz. Hurmatim cheksiz bunday kelinlarga, qizlarga. Rahmat. Ajoyib shirinliklarni taqdim etdingiz. Shuhrat aka, endi keling, tatib ko'rsak. Mayli, xo'p. Siz boshlab Mumkinmi? bersangiz. Ha, xo'p. Bu necha daqiqada tayyor bo'ladi, Robiyaxon? Bu juda ham tez tayyor bo'ladi. Xamirini o'ziga 5-6 daqiqa vaqt ketadi. Qilishimizga pishirib olishga ham 5 daqiqa vaqt ketadi. Aslida vafli qattiq bo'lishi kerakmi yoki yumshoq bo'lishi kerakmi? Juda qattiq ham va juda yumshoq ham bo'lishi kerak. Me'yorida bo'lishi Me'yorida. kerak, Usti sal qattiqroq, lekin ichi yumshoq bo'lishi Ichi yumshoq bo'lishi. Qanaqa Shuhrat aka? Zo'r. Mana shunday vaflilarni ertalabdan yegan qaynona qaynota mazza qilib kun davomida kayfiyatli qaynota yursa bo'lsa kerak a. To'g'ri. Men ham niyat qilaman shunday kun bo'lishini. Qazg'anda. Har taraflama aqlli, xushmuomala. Qoyil. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni tarifga til ojizda. Hammasi me'yorida. Shirasi ham, xamiri ham. Buni men birinchi bo'lib hali O'zbekistonga kelmagan edi, Belgiyada agar adashmasam, u yerda tatib ko'rganman. Chunki u yerda vatani u yerda yo'q. Xamiri sal, xamir bo'lardi, deb pishmagan bo'lardi. Lekin sizda o'sha ko'rinishi jihatidan xuddi o'sha yerni vaflisi-yu, lekin ichi ham singib, juda ham mazali bo'libdi. Qoyil. Ichimlikka, choyga, damlamaga umuman gap bo'lishi mumkin. Bugun dasturimizda futbloger, pazanda, muomalali, mehrli kelin Robiyaxon Karimova bo'ldilar. Rahmat Robiyaxon, ajoyib tavsiyalar uchun. Bu bekajonlarimiz uchun albatta kerakli bo'lishadi va tavsiyalaringizni ko'rib, amal qilib, uni tayyorlab ko'rishadi. Keyingi dasturlarimizda sizni yana kutib qolamiz. Tashrif uchun rahmat. Rahmat Robiyaxon. Agar qaynonangiz ko'rgan bo'lsalar, bizani yo'q demasalar, hamkorligimizni davom ettirib turamiz. Rahmat. Qaynona qaynotangizga ham alohida rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling.
O'zbekiston telekanalida oila vaqti ko'rsatuvi davom etadi. Biz navbatdagi mehmonlarimizni kutib oldik. Demak, ularni tanishtirib o'tsam. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti o'qituvchisi Salohiddin Abdufattoyev va ularning turmush o'rtoqlari Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Madinabonu Abdufattoyeva. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Aziz mehmonlar. Rahmat. Madinabonu, avvalambor sizni ota-onangizni qutlaymiz, chunki ular Yangi Yerning eng namunali oilasi e'tirofiga sazovor bo'lishdi. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Nimaga kelishmadi ular? Endi Sirdaryoda bir nechta shu holatlar, qolaversa tadbirlar, qolaversa shu oilaviy xususiy bog'chamiz bor. U yerda onam yuritadilar. Shu munosabat bilan vaqt bo'lmay qoldi, lekin albatta keyingi safarlarda albatta kelamiz birga deb aytdilar shunga. Nasib. Lekin albatta juda xursand bo'ldilar. Shu aynan oila vaqti ko'rsatuvi orqali bizni mana shu e'tirof etilganimiz, qolaversa oilamizni yana bir bora taklif etganingiz uchun albatta biz minnatdormiz. Biz boshimiz osmonga yetadi. Agar hammanglar bir bo'lib kelib, mana shu studiyamizni to'ldirib o'tirsanglar, maroqli suhbat o'tkazamiz. 1 soat davomida faqatgina sizlarning oilanglar bilan vaqt o'tkazamiz deb tabriklaymiz. Shuhrat aka, keling endi ularni muhabbat, sevgi tarixlarini eshitsak. Qanday boshlangan? Sovchi orqalimi? Muhabbat bo'lganmi? Birinchi bizda shu institut vaqtida men 4-bosqichni, bular 2-bosqich magistratura bosqichini bitirayotgan vaqtlarimizda ustozimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nodiraxonim Pirmatova orqali biz bir-birimizga tavsiya bo'lgan. Bungacha bir-birlarini tanimayapsiz. Taniganmiz. Konservatoriya paytida ham o'qib yurganlarida tanib ko'rib yurganmiz. O'zi ham aytib qoladi ko'p, xayolimga ham kelmagan ishlar bo'lganda. Endi baribir taqdir ekan. Alloh. Bir ko'rishda muhabbat deydi-yu. Unaqa bo'lmaganmi Salohiddin? Ana bitta ko'rganingizda yurangiz jiz etganu, keyin qidirib topa olmayapsiz u qizni. O'sha konservatoriya paytida o'qiyotganimda unaqa bo'lmagan, lekin o'sha magistraturada o'qiyotganimda Yunus Rajabiyda 4-kursmi deysiz? 4-kursligida tavsiya, endi baribir o'qituvchilar yaxshi qizlarni yoki sizga munosibini o'zi ko'rib bilib tavsiya qiladi. Shunda ko'rganimdan keyin Haqiqatda ham yaxshi ekan. Ko'rganimdan keyin to'xtachi degan mavzu. Demak, sizlar haqiqatdan ham o'qigan ekansizlar-da, unga vaqt ham bo'lmaydi. Sizlarning ko'zingizda o'sha keyin tavsiya etilgandan keyin boshqa nigoh bilan, boshqa ko'z bilan ko'rgan ekansizlar. Undan avval oddiygina talaba, yo kursdosh, yo ko'z tanish bo'lib, aka-singil bo'lib yurganmiz o'sha konservatoriyadan to o'sha holatgacha. O'zi sabab bo'lgan ekan. Xuddi shunaqa. Qoyil, Endi yosh oilada, yosh oila qurilishidan oldin qaysi haqiqatlarni bilib qo'yish kerak degan savolni ko'p berishadi. Har qatlam nimani bilib qo'yish kerak yosh oilalar oila qurishidan avval? Birinchi navbatda o'sha turmushga chiqayotgan insonni avvalambor to'g'ri yashab bilmaydi, yashab ko'rgunicha bilmaydi-ku, lekin albatta xarakteri jihatidan munosabatlari to'g'rimi, haqiqatda shu insonni tanlayotganiga adashmayaptimi va o'sha insonni tanlagandan so'ng bir umr yashashi bor. Shu munosabatda ko'proq menimcha aynan qiyinchiliklar bo'lganida birgalikda o'tib keta oladimi, masalan, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shu vaziyatlarda bir-biriga turib bera olish, qo'llab-quvvatlash. O'zi aslida er-xotin bir-birlarini orzu va maqsadlarini qanday qo'llab-quvvatlash kerak? Salohiddin? Qanday quvvat? Sababi ikkingiz ham san'at sohasidasizlar. To'ydan avval va'dalar bergan bo'lsangizki. O'sha va'dalar hali ham Va'dalar ustidan chiqilyapti va asta-sekin amalga oshyapti. O'zini maqsadlari qanday bo'lsa, o'zini o'zi, misol uchun odam qo'llab-quvvatlab, o'zini o'zi nima qiladi-yu, misol uchun ishonib. Turmush o'rtog'ini ham maqsad orzularini xuddi shunday qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Unaqa qilmasa oilada birlik bo'lmaydi menimcha. Chunki maqsad bir bo'lishi kerak, yo'l bir bo'lishi kerak. Xo'p, lekin erkak kishi ham o'ziga yarasha yo'q deya olishi kerak-da. Hamma orzularni ham amalga oshirishga
yordam beryapsizmi yoki ayrimlarga yo'q yo'q, deya olyapsiz? ayrimlarga yo'q deydigan joylari juda ko'p. Ko'pmi Demoqchiman, shunchalik, a? yo'l deganim sababi o'sha oxirgi manzilga boradigan yo'l. Maqsad asl maqsad bitta bo'lishi kerak demoqchiman. U qolgan orzu istaklar, endi hammani o'zini orzu istaklari juda ko'p. Unga men rozi bo'laversam, menikiga bu rozi bo'laversa, unda bo'lmaydi-yu. Xo'sh, Madina Bonu, o'sha to'ydan avval berilgan va'dalar bajarilyapti. Ha, bajarilyapti. Nimalar qolib ketyapti? To'yimiz To'g'risini bo'lgan ayting. vaqtda men 4-bosqichni bitirgan vaqtim bo'lgan va magistratura bosqichiga topshirib qo'yganman. Shu avgust oylarida javobi chiqqanda juda xursand bo'lib aytganman. Shunda bular ham aytganlarki, bu zo'r bo'pti, albatta o'qiysiz va sizni qo'llab-quvvatlayman deb. Lekin to'ydan oldin bu kabi narsalar bo'lmagan, chunki sahnalarga chiqish, ijro qilishlar to'xtatiladi vaqtinchalik. Vaqtinchalik deb aytganlar. Agar shunga ko'nsangiz, shunga rozi bo'lsangiz, o'ylab ko'ring deb shartlar, bir nechta shartlar qo'yganlar. Undan so'ng to'yimiz bo'lgan. Keyin magistratura bosqichiga o'qishga kirdim davlat granti asosida. Bu yil mana bitirish arafasida turibman. Mana shu 2 yil mobaynida ham magistratura bosqichini o'qishim uchun, qolaversa sahnalarga mana chiqyapman. Birgalikda mana televideniya orqali ko'plab ko'rsatuvlar orqali jonli efirlarda birgalikda chiqdik. Bu albatta turmush o'rtog'imlarni qo'llab-quvvatlab, sizni tushungan holatda qolaversa bu qo'llayaptilar. Bu joyda qaynona qaynotani ham o'rni beqiyos, to'g'rimi? Juda katta. Negaki mana uyimizga mehmonga bo'lib kelganlarda ham dadajon aytadilar, ashula aytyaptimi Madina? Ruxsat bermay qo'ymayapsanmi deb so'rab turadilar. Mendan ham ko'p qo'llab-quvvatlaydi. Sizlar alohida turasizlar. Ha, biz Toshkentda yashaymiz. Dadajonim, ayajonda, ya'ni qaynotam, qaynonamlar Vodiydalar. Qaynona kelin munosabatlarida kim birinchi qadam tashlashi kerak, Madina Bonu? Birinchi har ikki tarafdan ham qadam tashlangani yaxshi. Negaki kelin yangi xonadonga boshqa atmosferadan, muhitdan boradi. O'sha paytda qaynotani o'rganib ketgungacha, avvalo o'sha muhitga moslashib olgunicha biroz vaqt talab etadi. Shu sababli juda bu munosabatlar yaxshi o'zlashtirib olingunicha qaynona ham yaxshi bir nima deydi, rolga ega. Lekin men aytmoqchimanki, men kelin bo'lib tushganimda men yolg'iz kelin bo'lmaganman. Mendan oldin kelinlar bo'lgan, bo'lishgan va qaynonamdan da birinchi navbatda yo'q, hammamiz birgalikda ishlarni qilganmiz, xuddi shunaqa. Hozir ham xuddi shunday oilada birgalikda Vodiyga borsak, umumiy marosimlarda bir xil kiyimlar tiktirib, ayajonim masalan doim o'zlari xohlab bizni birga to'y hashamlarga bo'ladimi, mehmondorchilikka bo'ladimi, hammamizni birga olib borib, birday ko'rib, hammamizga birday mehr berib, to'g'ri tushunib, bilmaganlarimizni o'rgatib keladilar va ularga alohida rahmat aytgan bo'ladi. Hoy, umrlari uzoq bo'lsin. Madina Bonu, Salohiddin uyda bir iboralarni, maqollarni ishlatib, bir-biringlar bilan gaplashasizlarmi? Kim ko'proq ishlatadi o'zi maqollar? Ayollar ishlatadi. Endi har xil vaziyatga qarab bo'lib qoladi. Masalan, gap talashib qolganimizda yokida qanaqadir ovqat vaziyatlarida yoki mehmon kelgan vaqtlarda, mehmonjonlardan aylanay, ana shu bizga atalgan deb shunaqa gaplar qilib bo'lib turadi albatta. Hozir bizda bitta o'yin bor. Mana monitorda ko'rsatishyapti. Bu o'yin shundan iboratki, iboralar, maqollar beriladi. Ya'ni o'sha rasmga qarab shuni topasizlar. Siz hisoblab turing. Albatta. Sizlar bir-biringlarni to'ldirishinglar mumkin. Qani? Xo'sh. Men mashina topay. Birinchisini. Toping. Qarg'a-qarg'ani ko'zini cho'qimaydi. To'g'ri. Salohiddin. Qoyil, bir. Zo'r. It xurar, karvon o'tar. Ana. Qiyinlari menga tushadi-yu. Kasalni Bu yashirsa. sizlarga juda ham mos bo'lgan. Er-xotin urushi, dokaromal qurishi. To'g'ri. Menga. Keyingisi.
er xotin qo'sh ho'kiz. To'g'ri. Hozir Madina oldinlab ketyaptilar. Yo'q, ikki bo'lmadimi hozir? Shunday bo'ldi. Ko'rpangga qarab Oyoq oyoq uzat. To'ppa Ha, to'g'ri. zo'r. Salohiddin. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. To'ppa to'g'ri. Uchinchi adashmasam. Keyingisi. Neydi bu? Sichqonni ini 1000 tangami shunaqami? U yana bittasi bor, sichqon sig'mas iniga, g'alvir boringlar duniga. Bu boshqa edi. Qozonga yursang qorasi yuqadi. To'ppa to'g'ri. Salohiddin. Salohiddin. Oldinda ketyapmiz. Madina bor, qolib ketyapsiz. Ha? Ha, Madina. Ko'rganini qiladi. Yo'q. Ayting, yetib oling. Uchib keladi. Yordam yo'qmi, yordam? Ayting. Nimadan Variant qo'rqadi? yo'qmi? Sumchuqdan qo'rqqan, tariq ekmas. Ha. Pul qo'lni kiri. To'g'ri. Biz ko'p gapiramiz buni, Salohiddin. Keyingisi. Aytavering. Daraxtni bir tersam qizlar yog'iladimi? Moslashdi. Yaqin. Shunaqa gaplar bor-ku ko'chada. Lekin Olmataga olma tushadimi? Biz endi hali ko'chadagi anaqalarni ham qo'shib ketaveramiz. Qiz yoqdi. To'ppa to'g'ri, Salohiddin. Keyingisi. 5 qo'l baravar emas. To'g'ri. 5 qillar. Nima ekan? Boshingda yong'oq chaqaman deyapmi? Kimligida chiqasiz Madina bormi? Darrov buni ulash kerak edi. Mana keyingisi. Anaqa pashshadan filni yasamagin deyishadi. O'sha. To'g'rimi? Qoyil. Ketdilar, qoyil. To'g'risi oldinda bo'lib ketdingiz. Albatta. Oldin o'zi Salohiddin yaxshi ketyotgandik. Keyin ana gapni aytib qo'ygandan keyin qo'rqib ketdik-ya. Biz ham maza qildik, kayfiyatli bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Madinaxon, sevgi izhorining eng o'ziga xos usuli haqida gaplashsak. Romantika bormi oilangizda? Bilmasam. Kim romantik? Hamma Ko'proq romantik. Salohiddin. Madinada. Ha? Ha, ko'proq. Nimalar qilasiz? Kutib olishdami yoki Biz endi taomlar tayyorlaysizmi mazali? Biz endi ikkalamiz hozir birga ertalab vaqtli chiqib ketamiz. Ikkalamiz birga qaytib kelamiz. Chunki institutda ham faoliyatimiz bitta. Ba'zi hollarda to'g'ri o'zlariga ham aytaman, shunaqa sizni yaxshi ovqatlar qilib, chiroyli kiyimlarda, milliy kiyimlarni kiyib kutolmasligim mumkin deb ko'p aytib o'taman, lekin ko'proq o'sha sevgi xatlari bilan, sevgi izhorlari bilan va har bir xatti-harakatimda ham albatta mehr-muhabbatimni isbotlab turishga harakat qilaman. Bir belaga SMS yozishdan charchamas ekansiz-a, deya. Ishxonada ko'proq yozadi. Endi romantik o'zi azaldan men o'zi ko'p o'g'il bolalar yoki erkaklar unchalik romantik bo'lmasa kerak deb o'ylayman o'zim. Realist bo'lishadi. O'sha aytganlari men uchun hammasi romantika o'sha. Ishga borib kelish, birga ishlash. Yaxshi romantik bo'lishi mumkin, chunki yaxshigina qo'shiq aytadi. Sizga atab bitta qo'shiqni aytsa, shuni o'zi ham bitta romantikada o'zi. To'g'rimi, Salohiddin? Shunday. Juda rostdan haqiqatda sevgi, muhabbat borasida nafaqat men, balki bular ham ancha-muncha isbotlab qo'ya oladilar va bilasizmi nima? Tumshur o'rtog'imlarning qo'lidan juda ham yaxshi ovqat qilish keladi. Bu ularni eng katta hobbilaridan biri. Qoyil. Vaqt ajratib, uyda ovqat Xuddi qilish. shunaqa mehmonlar kelsa ham uyga yoki biz vodiyga borsak ham hammamizni bo'ldi, bugun sizlar dam olinglar, men bugun sizlarga zo'r ovqatlar qilib beraman deb Hammani xursand qiladilar. Oshlar, So'z xil ovqatlar qilib so'z isboti beradilar. bilan deb hozir oshxonani topshirib yuborgan bo'lardim. Lekin sizga yengillik. Keling, shu o'rinda hozir bitta xirgoya qilib bera olasizmi? Ozgina. Xirgoya. Mikrofonni oling. Ha, ko'ngildan mana. Torim degan Aha. ashula bor, shundan bir şey. Xirgoya, ko'p emas. Kuyladil kash dutorim
xumorim yos, xumorim yos, xumorim qalb sadosi bo'lib yangrar qo'limda yor aylanay tingla borom olsin sevikli yorim. Voy. Ijodkorlar oilada emasman. ilhomni qayerdan olishadi ijodkorlar oilada? Siz javob bering. Ilhom har qanday vosita orqali ham kelishi mumkin. Inson avval birinchi navbatda o'ziga bog'liq. Chunki haqiqatda ijod qilishni, ilm qilishni, har qanday sohada ham yuksalishni istagan inson, o'sishni istagan inson o'z ustida ishlab, ana shu ilhomni o'zi chaqirib olsa ham o'z ustida ishlashi kerak deb o'ylayman. Bizda ham xuddi shunaqa. To'g'ri, balki hozir men ancha ijrochilik yo'nalishida balki ko'p ijro qilmagan bo'lsam-da, aynan magistratura bosqichida maqom ilmi bo'yicha ilm qilib, aynan hozir ko'proq dissertatsiya ishlarini olib borish bilan bandman. Timur o'rtog'imlar esa ko'proq o'sha talabalarga dars berish bilan aynan maqom xonandalik yo'nalishi bo'yicha dars berib, ijod qilishlar bilan bandlar va bu albatta har bir ikki insonning ham ustida ishlashi, albatta ilhom kelishi yana bitta dalili desam adashmagan bo'laman. Bir-biringizdan o'rgangan eng qimmatli hayotiy saboq to'g'risida aytsangiz. Zo'r savol bo'ldi. Bitta so'z bilan aytay, qolganini sabr degan narsa bor. Shu oilada hamma narsaga sabr qilib, kelishuv bilan yashasa, bu yog'i tekis bo'lishini anglab yetdim. Oila qurgandan keyin bilasiz ekan-da. Birinchi oldin oila qurmasdan oldin hayot faqat muhabbat, sevgi va yoki boshqa holatlardan iborat deb o'ylaganman. Lekin mana oila qurib bildimki, haqiqatda sevgi muhabbatga tayangan holda oila qurilsa, uni davomi mana shu sabr, mehnat va bir-biriga bo'lgan ishonchdan iborat ekan. Albatta inson agar ishonib, bir-biriga mehnat qilib, har qanday qiyinchiliklardan sabr bilan, yaxshi duo bilan o'tib keta olsa, ana o'shandagina oila mustahkamlanib, yangi bir bosqichga ko'tarila boshlanar ekan va muvaffaqiyatlarga erishish ham mana shu davrdan boshlanib ko'tarilib borib bo'ladi. Madinaxon. Rahmat sizlarga kelganingiz uchun. Siz kabi bir-birini ayirmasdan kelganingiz uchun rahmat. Ishlarga, o'qishlarga omadlar, zafarlar hamisha yor bo'lsin. Rahmat. Sizlar kabi bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan oilalar, baxtli oilalar ko'paysin deb qolamiz. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz, xush ko'rdik. Rahmat. Taklif uchun tashakkur va bizni Oynai jahon orqali kuzatib turgan barcha do'stlarimizga, oila a'zolarimizga, ota-onamizga, dadajon, ayajonlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan bo'lardik. Bizni kuzatishda davom eting. Siz ham xayrlashing. Rahmat bizni kuzatib turgan qadrli vatandoshlarimizga, oila a'zolarimizga, hammalariga rahmat. Rahmat. Endi ko'rsatuvimiz so'ngida Madina bonim sizdan bitta chiroyli qo'shiq tinglaymiz, lekin undan avval biz ham xayrlashib olishimiz kerak. Albatta. Demak, aziz teletomoshabinlar, mana O'zbekiston telekanali orqali oila vaqt ko'rsatuviga ajratilgan 1 soat vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bu albatta vaqt, lekin hayot davom etadi. Ertaga dam olish kunlari, mana shu dam olish kunlarini oila davrasida, oila yaqinlar atrofida qarshi oling, yaqinlardan xabar oling. Shuni unutmangki, oila vaqt ko'rsatuvi har hafta dushanbadan jumagacha sizning e'tiboringizda, sizning xizmatingizda. Va biz har bir ko'rsatuvimizni siz azizlarimiz uchun mehr muhabbat ila tayyorlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Ko'rishguncha. Omon bo'ling. Navbat qo'shiqqa keling. Mikrofon. Canım asir, zülfindagi ilmoqlaringda, ilmoq emas, dil ilingan qarmoqlaringda. Canım asir, zülfindagi ilmoqlaringda, ilmoq emas, dil ilingan
seni sevib dohir hanuz tole topay mayli o'sha qiynoqlaringda jonim asir zulfingdagi